Akalar berib turaman degan odam bo'lsa 18 ming rubl kim berib turadi akalar? Iltimos. Yana bir bor barchaga akalar hamda opalar, yaxshimisizlar, zo'rmisizlar, ishlar bilan charchishlar yo'qmi? Kulib gapirsa ham bilmayman, yig'lab gapirishni ham bilmayman, akalar opalar. Hammalaringizga Abdushir Ahmad podдержкаларınız uchun. Bugun 8-fevral, adashmasam 8-fevral 2026-yil. Shu bugun bitta vatandoshimiz menga video hujjat bilan chiqdi. WhatsAppdan yozdilar. Kecha men o'zim ham o'yin o'tkazaman. O'ynagan vatandoshlar bo'lsa, kommentariyaga yozingizlar, iltimosda endi bu maqtanish emas, bu просто realniy. Ana akalar TikTokdan o'yin o'ynagan ekan. 15 ming rubl tikib qo'ydim deyapti. 15 ming rubl tasha, 30 ming rubl qilib hozir tashab beraman degan ekan. Shunga 15 ming rublni u bechora aka ham tikib qo'yibdi. Endi u aka ham yo tushunmovchilik bo'lgan, yo qandaydir kalasini aylantirganmi, men bilmayman. Shuni iltimos, mana shu hozir kanalni qo'yib o'taman, ko'rasizlar. Mana bu ayol bilmayman, yig'layapti. Bu chinmi yo yolg'onmi? Sizlar kommentariyaga yozib qoldiringizlar, iltimos akalar. Akalar berib turaman degan odam bo'lsa 18 ming rubl kim berib turadi akalar? Iltimos. Hop, Rustamjon aka boring akajonim. Iltimos, balkon. Xo'p bo'ladi, Rustamjon aka, xo'p bo'ladi aka. Akalar, bitta odam yo'qmi akalar, berib turaman degan odam yo'qmi akalar? Akalar mana WhatsApp, Telegram, imo. Mumkin shu oramizda bironta vatandoshlarimiz shularning sahifasini TikTokda ko'rgan. Shuni iltimoslar yozib qoldiringizlar. Agar yolg'on bo'lsa, men o'sha akadan iltimos qilamanki, menga WhatsApp nomerim bor, aloqaga chiqsin. O'sha aka yig'lab telefon qilyapti. O'sha oxirgi pulim yetdi deydi, men tikib qo'ydim deydi. Men ishondim, o'sha 30 ming rubl qasam ichdi onalari bilan deyapti. Qasam ichdi deyapti. Shuni videolarini men qo'yib o'taman. Aka o'sha akamizga yetib borish uchun sizlar like, kommentariyani bosingizlar. Bilmayman qayerda o'ynatyapti aka. Iltimos bizga aloqaga chiqing aka. Men WhatsApp nomerim bor. Aloqaga chiqing. Men eshitib sizda nimangizda yomon gapirmay. Chiroyli o'sha akani pulini tashab bering aka. Misolga bunaqa kerak emas. O'ynatasizmi aka? Osh bo'lsin aka, o'zingizni haqingizni oling. Erkakcha tashab bering aka. Biron muammo bo'lmaydi. Yetishmayapti. Xo'p, akalar, O'zbekiston so'miga 3 million 200 ming so'm, rublda akalar 18 ming rubl. Akalar 70 ming rubl beraman deyapti. Shuning uchun iltimos sizlardan maksimal mana shu videoga like bosing, kommentariya bosing, gruppalarga tarqating. O'sha akani biz yana bor iltimos qilib qolamiz, aloqaga chiqishini so'raymiz. Shu o'sha akani pulni bersin. Keyin dalshi o'ynataman desa, shu chekni olib borsin, hech kim biron narsa nimasi yo'q. Bu o'yin akalar. Hech kimni bu akani ular majburlagan yo'q. Misoliga hozir bunday olsak, majburlagan yo'q. Lekin o'sha aka ishonib, o'yinga chesniligi uchun ishonib turib pulni tikibdi. Lekin uni pulni berish kerak-ku. To'g'rimi? Shuning uchun iltimos sizlardan kommentariya yozingizlar, like, podpiska, podelitsiya urib tashlaysizlar akalar, чтобы o'sha aka iltimos bizga aloqaga chiqishini so'rab qolamiz, чтобы yomon gap bo'lmasin. Sog' bo'ling, salomat bo'ling, jonlaringiz omon bo'lsin. Agar yana shu akani o'yinda o'ynagan vatandoshlar bo'lsa, WhatsAppga chiqing. Inshaalloh keyin buni birgalikda inshaalloh akalar hal qilamiz. Sog' bo'lasizlar.